U qo'lda yasalgan, bu aniq. Chiroyli yasalgani ko'rinib turibdi. Chinni bosh, qo'llar va oyoqlar, oqartirilmagan tuval tanasi, paxta to'ldirgich, sochi esa insonniki, sizlarga aytsam. Umuman olganda, mahoratli hunarmand tomonidan chiroyli ishlangan. Bu yerdagi sharga nima deysiz? U boshining ichida bo'lgan. Buni miya deb atagan bo'lardim. Uning ichi bo'sh, har qanday moddadan xoli. Lekin quloq soling. Ushbu kinoni ko'rish uchun Telegramga kirib, Udar Movie pastga yozilsa bot deb qidiramiz va tepada turgan birinchi botga kirib, start tugmasini bosamiz va botga ekranda ko'rsatilgan kodni yoki kino nomini yuboramiz va bot bizga kinoni topib beradi. Undan tashqari janr orqali ham qidirishingiz mumkin. Masalan, men anime deb yozdim yoki filmlarni aktyor ismi orqali ham topishingiz mumkin.